Toner bilan tonikni juda ham haligacha ko'payib bitta narsa deb o'ylaydi, lekin ikkalasi ikki xil vazifani bajaradi. Toniklar bu Yevropada o'ylab topilgan bo'lib, tozalashning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Ya'ni toniklarning tarkibida spirt bo'ladi. Ya'ni sizda yuzingiz umvolkada toza yuvdingizda va oxirida tonik bilan paxtaga tomizasiz tonikni va oxirgi kirlarni tozalab olasiz. Toniklarning tarkibida spirt bo'ladi va yaxshi tozalashga yordam beradi. Tonerlar esa bu Koreyada o'ylab topilgan bo'lib, bu namlantirishni birinchi bosqichi hisoblanadi. Ya'ni tonerlarda spirt bo'lmaydi. Ularning tarkibida aytganimdek gialuronkalar bo'ladi, ya'ni yuzingizni namlantirishni birinchi bosqichi, yuzingizni tozalab olgandan keyin tonerlarni yuzingizga uni vatniy diskda emas, qo'lda qilinadi. Ya'ni qo'lingizga tomizasizda yuzingizni urib chiqasiz. Agar siz uni tonikka o'xshab vatniy diskka solsangiz, u hamma vatniy disk suyuqlikni, namlikni o'ziga shimib oladi va sizga hech qanday effekt bermaydi. Shuning uchun ham tonerlar qo'lga quyiladi va yuzingizga urib chiqasiz va bu bilan sizni yuzingizni chuqur namlantirishga yordam beradi. pH balansini to'g'rilab beradi. Misol uchun tonerlarning o'zining vazifalari bor. Kislotli tonerlar bu yog'lanishni kamaytirib bersa, namlantiruvchi tonerlar esa namlikni oshirib beradi va sizni svirtka kremingizni yaxshi pitvitsa, ya'ni singishiga yordam beradi. Vazifasini kuchaytirib beradi. Tushunabsiz? O'shaning uchun toner ham pH balansini to'g'rilaydi. Juda ham muhim aytmoqchi bo'lgan tonerlar vazifasi. Yuz turiga qarab belgilanadi. Ya'ni bitta toner hamma yuzga to'g'ri kelmaydi. Agar siz yuzingiz yog'li bo'ladigan bo'lsa, kislotli tonerlar maslahat beraman. Agar sizni yuzingiz quruq bo'ladigan bo'lsa, albatta namlantiruvchi tonerlar maslahat beraman. Agar sizga ham yuz uhudi kerak bo'lsa, bemalol Dermaskinga yozishingiz mumkin va kosmetologdan bepul konsultatsiyaga ega bo'lasiz.